بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الثالث. شنو قسم؟ الدرس السابع يتنجي درس. همسا قشلا يتنجي درس مزدكي نقطلق جراماتيكا معرفة ونكرة. أنا gerçi biz burundan tatib ma'rifa nakira to'g'riliq ozroq tushunchaga ega. Shundaymi? Tushunishda ma'rifa degan aniq ism, nakira degancha aniq ism deb ko'ryapmiz-ku. Endi bugun arab tilidagi qaysi turli ismlar, qaysi bilaklar aniq ismga tava. Qaysi turli ismlar, qaysi bilaklar aniq ismga tava, ya'ni nakira ismga tava. Bu to'g'riliq tafsiliyroq so'zlaymiz. Endi bu to'g'riliq mazmunlar darsimizdagi ajib anil atlatul atiya deganning ost tarafidagi al-ismu imma ma'rifa va imma nakira degan o'rindan boshlanganda shu yani to'liq ko'rsak bo'ldi. Hozir tafsiliyroq so'zlab turdim. Endi ma'rifa deganimiz nima desa, ma'rifa deganning o'zining asl lug'at ma'nosi tunishlik degan gap. Endi istiloh, grammatikal istiloh ma'nosi muayyan narsani ifade etadigan ism ma'rifa bo'ladi. Muayyan narsani ifade etadigan ism ma'rifa. Masalan, Muhammad, man, senga o'xshash. Masalan, Muhammad desa, siz udul deb kimga qarasizlar? Udul Muhammad qarasizlar. Davud desa, sizning hamma nazaringlar kimga tushadi? Davudga tushadi. Abul Qasim desa, nazaringlar kimga tushadi? Abul Qasimga tushadi. Bakri desa, nazar udul kimga tushadi? Bakriga tushadi. Demak, shuni degan amallar boshqalarning nazari bir nuqtaga markazlashganligi, ashuni ifodalagan mazmunning nima ekanligi, muayyan ekanligining ifodasi. Undan boshqa men desam, hammalar kimga qarasizlar? Menga. Diqqat nazaringni kimga markazlashadi? Menga. Sen desam, kimga qarasizlar? Udul men degan odamga. Shundaymi? U desamchi, shu men gapini qilayotgan uga qarasizlar. Demak, ma'rifa degan gap muayyan bir narsani ifoda etadigan ism nima? Ma'rifa. Endi nakir deganda dal aksi. Muayyan bo'lmagan narsani ko'rsatadigan ism, muayyan bo'lmagan, aniq emas narsani ko'rsatadigan ismning bo'ldi nakir bo'ldi. Masalan, ar. Kimga qarayapsizlar? Ar desam, kalongda hech qanday birga qarmadinglar shundaymi? At. Kalongda hech qanday bir at kelmaganda, o'quvchi. O'quvchi degan top o'qima ismi kelsa, ammo ma'lum bir o'quvchi kelmaganda, amma Abul Qasim desam kim keldi kalongga? Darro iniq Abul Qasim shundaymi? Amma o'quvchi desam kalongga kelmadi-ku. Ana avu iniqsiz. Iniqsiz degan anglashqila odamning kalasiga muayyan, iniq bir narsani ta'sir bermaydigan, iniq bir o'qimni ifoda, iniq bir tarafga qaratilmaydigan narsa nima bo'ldi? Nakira bo'ldi. Masalan, rajul, kitob, jami'a, maktab, universitet, institut, kitob desakmi, agar durusul lug'at arabiyya desam, darrov oldingi kitob qarasizlar, shundaymi? Chunki men muayyan iniq o'qachqa, amma kitob desamchi, oldingidagi kitob, so'ngidagi kitob, ishxonadagi kitob, yotoqdagi kitob, shundaymi? Demak, iniq emas narsaga qalbimizda muayyan bo'lmagan narsani qana qildi, ko'rasiz. Qalbimiz muqim rek ma'maydi unda. Hamma tarafga chekiladi. Ammo ma'rifa degancha muayyan, aniq, muqim bir nuqtani ifodalaydi. Bizning darrov o'qimimiz naglaradi, ashaklanadi. Mana bu ma'rifa va nakira. Ana nakira bu tushunish bo'ldi ku. Ammo ma'rifa desa biz burundan darslarda bir qarab alif lam kelib qolsin ma'rifa degan, bir qarab xassin bo'lib qolsin, alam bo'lib qolsin ma'rifa degan shundaymi? Bir muayyanlashtirib o'tilib arab tilidagi ma'rifa ism tuandagi 7 turli ism ma'rifa. Birisi almash, damir. Ana, anta, huwa, zarabtuduku tu shundaymi? Darabuduku o qatorliqlarning hammasi ma'rifa. Ikkinchisi alam, xos ism. Alam xos degan bunda bir narsaga aniq bo'lgan ism. Masalan, biz o'qiyotgan maktabni İslam Üniversitesi desek shundaymi? İslam Üniversitesi, Madina İslam Üniversitesi deganning o'zi shundan xos ismi bo'ladi. O'qiyotgan kitobimizning durusul lug'at arabiyya desam, shundan xos ismi bu alam bo'ladi. Shundaymi?
Benim ismimni Bekri desem, Bekri benim nima bo'ladi? Xas ismim bo'ladi. Mao alam xasim. Maxsus bir narsa bilan qo'yilgan, ikkinchi bir narsaga qaratilmaydigan xas ism. Üçüncüsü ism ishorat, ya'ni ko'rsatish olmishi. Haza, hadihi, zaka, tilka deganlar. Dördüncüsü ism mavsul. Allazi, allati, allazina, allati, man, ma. Haliqi biz davomli deb ko'ryapmiz-ku, keyindan jumla ismiga kelib qolsa, deki, agar jumla fe'liga kelib qolsa, qanday tarjima qilamiz shundaymi? Ashundan hammasi ism mavsul. Bu allazi bilan xos emas. Allazi, allati, andan keyin nima? Man, ma. Ism fa'illar ism maf'ul bilan kelgan alif lam qatorliqning hammasi ism mavsulga esa. Bular ma'rifa. Bular ma'rifa. Beşincisi muarraf billam degani alif lam orqali ma'rif bo'lgan. Odat o'zi nakira oldiga alif lam qo'shilgan ismlar. Masalan, rajul nakira shundaymi? Oldiga alif lam qo'shsak nima bo'ladi? Ar-rajul bo'ladi. Kitob nakira oldiga alif lam qo'shsak nima bo'ladi? Al-kitob ma'rif bo'ladi. Oltinchisi ma'rifa ismga muzof bo'lgan narsa. Muzof bilan tushundigandimi? Shundaymi? Ikki so'zning birikma bo'lib İkincisi mengi zira bo'ladi, birincisi alif lam kirmaydi. O'tirganning yoki din yoki data degandek qo'shimchalar qo'shilishundami? Mush muzoflar endi muzobilay ma'rifa, muzob nakir bo'lib qolsa, muzobilay ma'rifaning ta'sirida nakir bo'lgan muzofning bo'ladi, ma'rifa bo'ladi. Ya'ni gapimizni yig'inchoqlasak, ma'rifa ismga muzob bo'lgan, muzofmi deb bo'ladi, ma'rifa bo'ladi. Ammo nakir ismga muzob bo'lib qolsa-chi, u ma'rifa bo'lmaydi. Masalan, Kitab Hamid, Kitab Muhammad, Kitab Bakr, Kitab Abi Qasim, shundami? Abul Qasimning kitobi, Muhammadning kitobi, kitob ma'rif bo'ldi. Aniq kitob bo'ldi, chunki boshqalarning kitobi ma'mayda shu Muhammadning kitobi olmaydi, shundami? Ammo nakiraga muzof bo'lib qolsa, ammo muzof yana nakira. Muzof nakira bo'lgan narsa nakira bo'ldi. Masalan, Kitobi Talib. O'quvchining kitobi desa, kallamizda ma'lum bir odamning kitobiga markazlashtirmak kallamiz? Yo'q. O'quvchining kitobi, xalqning o'quvchi. Mana bu 5-inchisi, nima 6-inchisi. Yettincisi nida chaqiriq bilan maqsad qilingan nakira. Maqsad qilingan degani ko'z oldimizda bor, ya o'zingiz biladigan, oldimizda bir odam ketyapti. Biz nimda chaqiramiz? Ya rajul. Shundami? Kichik boldan birisi ketyapti. Nimda chaqiramiz? Ya walad. Shundaqmi? Mana bularning hammasi ma'rifa. Ana bu yerdagi maqsadlik degan gapimizni qanachimiz esa biz endi bir odamga qaratib davotimiz shunday ko'z oldimizga nima qadam bor bu maqsadlik. Maqsad degan joyda biz ko'rmagan odamlar bor. Masalan, sinfning ichida biz hozir ishib taqilib qoldi. Sinfning sirtida shipir ovozlarini angladik. Bir o'quvchi kelganda shundaymi? Biz nima deymiz? Ya sadiq, shundaymi? Ya akhi, ya kicho. Ya rajul, shundaymi? Ittahil bab. Ma ishga chiqmadosh degan bo'lsa, bizning ya rajul degan gapimiz shunaqa aniq qaratildimi yo'qmi? Yo'q. Bu ne kerak? Ma'rifa emas. Ammo bayatdan qadar ko'z oldimizda ko'rib turib, biz bir tarafga qaratib aniq degan yovlar chaqirganda kerak, andakindan bo'ladi, ma'rifa bo'ladi. Masalan, qarg'a odam ko'z ko'rmagan odam birini ko'maydi, shundaymi? Ya rajulan xuz biyadida va ko'zni tamom qolib turib, ko'zni ko'may, qo'lni tanglab, ya rajulan xuzman qo'limni tutib oling degan bo'lsa, bu muayyan bir odamga demak emasmi? Bu ne kerak? Ondan qaytidan yig'inchoqni o'taylik, ha. Arab tilidagi ma'rifa ism, ma'rifa degan gapning gap bo'g'icha kallamizga mubtada bo'lishi yaraydigan ism degan gap shundaymi? Ma'rifa ism birinchidan almash, domir kishilik almash demakchi. Ikkinchidan xos ism alam, uchinchidan ko'rsatish almash, to'rtinchidan nisbiy almash, beshinchidan lam bilan ma'rif bo'lgan ism. Alif lam orqali ma'rif bo'lgan ism. 6-dan ma'rif ismga mudob bo'lgan ism. 7-dan chaqiriq nido orqali maqsadlik chaqirilgan nima? Nakira ism ma'rif bo'ladi. Tushunib qo'yganda, endi agar bu qoidalarni kallangizda yig'incha qilmoqchi bo'lsanglar, darsimizning keyinidagi al-ismu ilma ma'rifatu va nakira degan o'rinda tortib ma sahbidagi as'ilat degan o'ringacha bir qurib chiqsanglar bo'ladi. Andigan eng oxirida bir deb qo'ygan gap nekiraning ustiga nido kirisi ma'rif bo'ldi ekan-ku. Masalan, rajul nekira shundami? Ustiga ya kirisining bo'ldi ekan, ma'rifa. Ammo ma'rifasining ustiga ya kirsa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bunda qo'ydim. Al-ma'rifa
La tetagayyaru haluha bin nida. Ma'rifaning ahvoli nido bilan qanday qilmaydi? O'zgarmaydi. Mushu ish qilmaydi. Ma'rifaga gapirsa qanday qilmaydi? O'zgarmaydi. Ma'rifaning ahvoli o'zgarish bo'lmaydi. Xolos. Tushunish qo'dayman. Cho'qim bugungi darsda muhim nuqtalar mushu ha. Kitobimizningki 30-bet. Al-ma'rif al-ismu imma ma'rifatun imma nakira degan o'rindan tortib va al-ma'rifatu da tatagayyaru haluha bin nida degan o'ringacha muqimroq o'zlashtirib qo'yayli musha bugungi darsdagi grammatik qismi. Endi grammatik qismi tushunish bo'lgan bo'lsa, darsdagi tekstni, ya'ni dialogni o'qib, tarjima qilib, darsning ichidagi barliq ma'rifalarni tepib chiqamiz. Ya'ni bu qaysi 7 qismning qaysiga o'tishidi, shuni diqqat qilaylik, ha. Xirida bilan do'konning egasining o'tirisidagi, do'kondorining o'tirisidagi dialog. الدرس السابع. لديك أقلام؟ نعم، لدينا أقلام حبر وأقلام جافة. أعطيني ذاك. يشير إلى قلم. هذا؟ لا. الذي فوقه. هذا؟ نعم. وأعطيني قلم رصاص. هذا قلم رصاص. أعطيني دفترا. الدفاتر أنواع مختلفة. أي نوع تريد؟ أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامي. أتريد شيئا آخر؟ لا. ينادي ابنه: يا ولد، ضع هذه الأشياء في كيس للمشتري. أنت تلميذ؟ نعم. ما اسمك؟ اسمي مالك. في أي مدرسة تدرس؟ في مدرسة عمر الثانوية. يسلم له الولد الأشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج. يا مالك، تعال، هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث وهي هدية لك. شكرا. يقرأ: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه الشيخان. لديك أقلام؟ sizda qalam bormi? Endi do'konchiga xirida kelib shundaydi: "Lədeyk aqlam, sizda qalam bormi?" Aqlam ko'plikka, men Uyg'urchada hech kim do'konga borib, "Sizda qalamlar bormi?" deb so'rag'achqa, buni Uyg'urchada qalam deb tarjima qilgan bilan, ammo arabcha ifodalashtirmo aqlam. Na'am, ha. Ladayna aqlamu hibrin va aqlamun jaffa. Bizda rang qalam va mo'y qalam bor. Aqlam hibrinligini odatda rang tushirib, siyah tushirib ishlatilgan qalam bor-ku. Shu aqlam hibrin bo'ladi. Aqlam jaffaligini mo'y qalam. Siyah tushirishga aytmaydigan qalamlar bor, biz ishlatayotgan. Shundaymi? Shu. Atini zak, menga ani birim. Va qalamga ishorat qilyotdi. Yushiru ila qalamni qalamni ko'rsatyotdi. Endi mana deki zak degani 5 ma'rifadan qaysiga tushadi? Ismi ishoratga tushadi, shundaymi? Birinchi jumladagi ladaykadagi ka bu qaysiga tushadi? Ikkinchisiga, birinchisiga tushadi damirga, shundaymi? Damir. Undan keyin xolos. Hada buma bu qaysiga tushadi? Ismi ishorat uchinchisiga. Yani bu muhtaçlı ma'rifa demakchi. La, allazi fawqa. Yo'q, ustidagi. Bu ma'rifa o qaysiga tushadi? To'rtinchisi ism mavsulga tushadi, ha? Hada bumu? Na'am, shundoq. Va atini qalam rasos. Menga qarindosh qalam bir. Endi qalam mudof, rasos limo, muzaf ilayh. Ammo rasos limo, lekin ro'g'achqa bu yerdagi muzaf ilayh nima emas? Ma'rifa emas. Menga qarindosh qalam bir. Hada qalam rasos. Bu qarindosh qalam. Bu yerdagi haza qaysiga tushadi? Uchinchisiga tushadi, ism ishorat. Bu ma'rifa. Atini dekinni qaysiga tushadi? Birinchisiga, ya'ni damir, shundaymi? Yani birinchi shaxs igilik kelish shakli, igilik kelish shakli, tushum kelish shakli.
أعطيني دفترا مع دفتر برم. الدفاتر أنواع مختلفة أي نوع تريد؟ دفتر لا خل شكل ده يعني دفتر لا خل شكل ده أي نوع تريد؟ قيس شكلنا خلاص قيس ترنا خلاص ما ورندك الدفاتر ألف لام كرجان نمو معرفة شنو هو نجلسي باشندسي المعرف بالله يعني ألف لام بلن معرف لغة اسم الدفاتر ألف لام بلن قال نكيرا أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامي من سزقوا ورق لغ مسطر ديجي سزق بار ديجي شنو داما سزق بار ذا ورق ديجي ورق لغ قبنun üstüde ala gılafihi qibnun üstüde haritatul alamil islami İslam dünyasının haritası ba defterini aliman uridu aliman halayman yaxshir va shunda ama endi mushadiki defterin munakkira zavaraqil munakkira chunki muzabbilay nekir bo'lib qolsa u ma'rif bo'lmaydi musattarun bu sifat andikin ala gılafihi hi zimroqachqa g'ilaf nima bo'ladi ma'rif bo'ladi muzab shunda ama muzab ma'rifa harita o'zi nakira ammo al-alam al-islomiy muzab bo'lg'achqa bu nima nakira al-alam al-islam bo'lg'achqa bu nima ma'rifa al-islam bilan bo'lgan 5-chi ma'rifa aturidu shay'an akhar boshqa narsa lozimmi bu yerda ishkilis nakira shay'an akhar har ishkilis nakira la yo'q yunadi ibna bolasini chaqiryapti do'kondor ya walad hay bola o'shada ya walad يا ولد نقولي معرفة ولد معرفة ضع هذه الأشياء في كيس بونا الفلاني خلط غصال أما هذا الأشياء اللي فلان بوغاش قنمو معرفة كيس إيش نبو بوغاش قنمو نكيرة إيش نبو بوغاش قنمو ونضع معرفة الله ما دلو بوغاش قنمو نكيرة عمدي خير داغ دوات دوا أنت تلميذ siz o'quvchimi ma o'rindagi anta nima ma'rifa nechinchisi birinchisi domir ishga olmash naam ha masmuk ismingiz nima bu yerdagi ismi ma'rifa chunki kaf ma'rifa bo'lg'achqa ma'rifaga muzab bo'lgan narsa ham nima bo'ldi ma'rifa bo'ldi ismi malik ismi malik malikning ma'rifa malik qanday ma'rifa alam xossim في أي مدرسة تدرس قيس مكتب توقيسس بهذا معرفة يوق چونكي مدرسة نكير وغاشقا ونقوم مزبوغان أي من بلدن نكير بدو يردون في مدرسة عمر الثانوية عمر طلق أطر مكتب ده أما عمر دي مكتب اسمه خد فلان أطر مكتب فلان أطر مكتب ديمزوش نعم مثلا أرمجدة 6 أطر مكتب 19 مشتاق ديمزوش نوعشش عمر طلق أطر مكتب ده معرضة عمر نمو معرفة مدرسة عمرجة مزبوغ غاشقا بمنما معرفة يسلم له الولد الأشياء في كيف بلا هلق بلا نرسلانه خلط سلب نرسلانه خلط ديك نرسلانه هلق بلا ومالقا تبشر برد يسلم له برد دينجا له كم قرطلقان مالقا يعني هو معرفة ضمير غاشقا الولد اللي فهم غاشقا بالمعرفة الأشياء اللي فهم غاشقا بالمعرفة أما في كيف نمو نكرة ويدفع مالك قيمتها مالك ونون فلوسني برودو قيمتها دينجا باهاسني فلوسني دينجا مالك خاصن بوغاشقا معرفة دب بولدو قولو قيمتها هاغا مضاف بوغاشقا ها ديگن نمو معرفة بوغاشقا قيمة معرفة ولدو ويخرج تخكيدو يا مالك تعال مالك يخكل أن مالك özü معرفة شو يا كارتما أحواله قناق مايدو özgürmeydi özü معرفة بوغاشقا bayatdan kadar velet nekire ama aldığı yakıp kalsın ma'rif olduğu özgürdüğü ama malik aslında ma'rif olğaçqa bunu aldığı yakasını qana qılmaydı özgürmeydi malik yakal هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث bu chiroyli taxta bo'lib oyat va hadislarni o'z ichiga oladi tahfi degan o'z ichiga oladi buning ichida hazihi boshqa hammasi nima nakira هذه لا معرفة çünkü o nimo ko'risish olmash وهي هدية لك bu sana sovg'a yada qayt ma'rifa hiya ma'rifa laktike kaf ma'rifa hiya birinchi ma'rifa kaf umumiy birinchi ma'rifa hammasi damir shukran rahmat yaqra o'qiyotida ma indakum yanfad va ma indallohi baqin sizlarning qishinglardagi tugaydi Allohning qishdagi mangu qoladi
Yani Allah'ın qışdagi narsalar hammasi oxirlashmay mangu turadi. Endi bu yerda ma'rifatning ba, indakumdagi kum, shundami? Indallohdagi Alloh. Ma'rifat. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisan wa yadi. Musulmon degan musulmonlar uning tili va qo'lidan salomat qolgan kishidir. Deganda al-muslimlik alif lam bilan al-muslim nima? Ma'rifat. Andakin man nima? Allazi man istar. Ism mavsul buni ma'rifat. Ism mavsul nechinchi ma'rifat? 4-chi ma'rifat. Al-muslimun alif lam bilan ma'rifat. Min lisanihi lisan ma'rifat. Min yadihi yad ma'rifat. Nima ma'rifat ma'rifat? Chunki ma'rifaga muzab bo'lgandagi ma'rifat nechinchisi? 6-chisi. Ma'rifaga muzab bo'lganda ma'rifat boshqa lisan ma'rifat, yad ma'rifat. Chunki lisanihi yadihi ishkilisi nima? Ma'rifat. Ravohi Shaykhan. Bu hadisni ikki shayxini Imom Muslim bilan Imom Buxoriy rivoyat qilgandir. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.